yolg'on gap insonni jarohatlaydi. Shuning uchun haqiqatni ro'y-rost gapiring. Mana akamiz meni ham tuzib beraman dedi, qo'ymadi, qo'ymadi. 15 daqiqadan yo 20 daqiqadan keyin mana shu ukamning qiyofalarini tuzib beraman. Bikiraman. Inson o'zi xohlasa har qanday rasm o'xshaydi. Agarda xohlamasa hech qanaqa o'xshamaydi. Kamera kampira bag'rimda Sizlarga ham a'lo kayfiyat ulashmoqchiman. Zo'r kontentlar qilmoqchiman. Yilki she'ri kerak. Xohlasa akamiz mana birinchi a'lo kayfiyatni mana akamiz ulashmoqchi ekan. Mana qani 15 minutda tayyor bo'ldi. Xohlasa bitta kommentga baho beraverasizlar, qani. Anaqa tabiiy qilib, chiroyli qilib rasm chizib berar ekan. Mana shu nomerga telefon qilinglar. Namanganga kelib qolsanglar, xudo xolasa yo'nalishi mana shu katta eshikdan, dorozadan kirib kelishda, mana shu yerda bayram bo'layotgan joyda ekan. Kimga mana shunday rasmlar chizdirish qiziq bo'lsa, o'zini rasmini, yaqinlarini mana shu yerda shu akamizga murojaat qilinglar, xudo xolasa chotki qilib chiqarib berar ekan.